Birlikte to'xtatamizmi degan fikr paydo bo'ldi. Sababi 7-8 oy bo'lib ketdi buni boshlaganimizga. Yili mana shu yer planida yetkazib tushmayotir. Endi bu hech minnat etish emas tag'in. Rahmat hammangizga. Shu Alloh rozi bo'lsin, hammangizga mana qo'lingizdan kelsa yordam qildingizlar. Biroq endi bilmadim bu yog'ida bo'ladimi, bo'lmaymi, to'xtatsammi degan bir fikr paydo o'tiribdi. Endi sizlar bilasizlar, agar to'xtatim desangizlar to'xtataman, tushgan pullarni o'zi. Assalomu alaykum aziz hurmatli Turan Bobosi kanalini kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, omonmisizlar, charchamasizlar, ishlar bilan harmonlar. Mana men bugun sizlarni hammangizni shu mana shu Hayit bayrami bilan tabriklayman. Qurbon Hayit bayrami hammangizga muborak bo'lsin. Endigi bayramlarga sog' salomat hammamizni yetkazaversin deb qolamiz. Mana men bugun har doimgidek o'zlaringiz ko'rganingizdek shu Nobod qizimizning kvartirasiga keldim. Ko'p vaqtdan beri video qilolmadik. Kelolmadim. Sababi o'zim kasallanib qoldim. Sal gripp bo'libman. Ishqilib ayazlab qisman shu gripp bo'lib yotgandim. Bugun 2 kundan beri yaxshiroqman. O'tgan kun ham bir efir qilib edim. Efir ham sal o'xshamadi. Sal maza bo'lmagani sababli. Shu yerga kelmay yurganimning sababi hammangiz bilasizlar, shu Nobod qizimiz kasallanib yotdi operatsiyadan keyin. Telefonda gaplashdim. Kasal yotibman. Doktorga ko'rindim. Lecheniya yozib berdi, davolamoqman dedi. Hozir sizlar bilan birgalikda borib ko'ramiz. Menda bormi, yo'qmi? Bugun dam olish kuni. Menda bo'lishi mumkin. Ketdik bo'lmasa birga borib ko'ramiz. Adam var mı kan? Evet. Var mı? İçki şişiyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Allah yaxshimsan, sağ selamet. Mamam var mı? Allah aşkına. Esselamu aleyküm. Koyarım gerek. Niye gerek mi? Ne var bu? Hoppa. Amin, ko'p bersin, bereket etsin, to'y olsun, tomosha olsun. Mana shu Hayit bayramlarınız mübarek olsun, Qurbon hayitimiz. Shu hamisha sog' salomat bo'ling. Endi bayramlarni sog' salomat hammamiz yetkazaversin. Qanday yaxshimisiz? Chaqib o'tiribsizmi? Telefonlashma ham qaytaverdim to'g'ridan to'g'ri. Qalay, yaxshi bo'lib ketdingizmi? Ko'rdim. Nega ko'rindingizmi Maysaga? Sanli chaqday shu yengil ovqat. Diyeta saqlang dedilar. Suyuqda ovqat yeyish kerak-da. Hatto qadamga chiqar. Shukur yaxshimi? O'zingiz qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Hayit bayramlaringiz Shu rahmat o'zingizdan birga bo'lsin. Men ham anslab bugun koronavirus oldimmi deb qo'rqdim biroq. Koronavirus yo'q shart. Koronavirus qattiqroq o'rdim-da. Boshqa qilib yaxshi bo'lib turib efir ham qilayin deb edim. Efirdan kelishtira olmadim. Olmasin. O'chirib tashladim, xalqimiz ham nima deydi deb qo'ydim. Shunday, Feruza qanday, yaxshimisan? Yaxshi. Ishlayapsanmi yo uydamisan? Uyda yo'q, hali men qo'lim bilan больницаga aparish yo'q meni. Yemalama kerak tez-tezdan. 6 ay kutmau kerak-da o'zini. 6 oymi? Avzat ko'tarmaydi. Men bo'lmasam bo'lmaydi o'zini. Ama diyeta saqlash kerak, o'zingiz avzat ko'tarmasligingiz kerak. Men aytdim bilishimcha. Suydi. Bo'ladi. Shuni xabar olib keling. Hayit bayrami bilan buni kuzatuvchilar bilan gaplashing deb kelganim, ko'p vaqtdan beri ko'rmay ketdik-ku. Shu buni nelarimiz ham to'xtab qoldi, uni kartalarimiz. Unutsak bo'ldimi, bayram oraqaga tushib qoldikmi? Azat saldim dedi. Kishi so'rasdimi? Kim saldim dedi? Azatmi?
Azat tünü 10 ming so'm, 10 ming tanga sağın kişi mi? Awa. Kazakistan'dan. Mola tünü hem 10 ming tanga pul savıydı, Allah razı olsun. Saptıraman dedi ama oğlan. Mola yaxşı. Tünü Kazakistan'dan çıkan pullardan ben salıverdim diye Piruz'un kartasını. Çıkan buluş gerek. 11 dolar mı şunday bak. 5-6 ming tanga okşaydı. Bayağı tünü çıkan pullar var, şularda yazıp koydum, şu çıkan pullarını ben salıverdim diye telefon kıldı. Doğru. Koru görek yani sonra. Telefonu koru görek. Neyse. Sapşine kelmedi mi? Geldi o. Keldi mi? Telefonu milletin neyine vatkanca. Uskar reis tutuşmadı mı? Iskineme yak. Tam ters mi? Çıkıp kalar kuda kalırsa. Halkımızda da rahmet için cevaplarını kollap patlap getirdi bir yanında. Kuda kalırsa adamlar ötü oturup sabır kılın. Kuda kalırsa gel bulup kalar diye otur. O şu halkımız kollap patlap dursa, yardım ettirse, Allah verirse ümitimiz var. Şu halktan ağaçında. Yer plan meselesi boyunca şimdi kadastrga barın diye ötün onun. Hükümetke barganda. Şimdi kadastrga barıp koyarız. Ertende bugün demal şu. Bugün demaz. Şun bayram bugün ahiret günü de bayram. Şimdi ertenden başlap idarlar işliyor bu hemmesi. Başka yangilik ne hissiyat yok mu? Ağırgan me ayakası kunde uayım kunde jılav men. Dayandım etip vermedi dediğin Ben de yele vermem, ben de yelağından fayda yok var. Yine kesilti var size. Kurumen ava kişi salat neler çiğber dedi koyunca. Salat kadın beni kıyar, anam, suşası deydi o. Şimdi siz keselik oynan keyin kıyında şu avukatla baylanışlılar koyunca. Şu avukat cemede oturuyor. Şu avukat. Kamır avukat diye. Barayım geçe şaksan dedi. Şahane. Renge çürme. Yak, özü gördü. Ne istik yok dedi. Ana tekstten görmeken var isip durgan. Jılap жүрдüm var isip ketdi dedi. Есеп қылмайды dedi, өзіне қарап жаңағыдай дерті сақлап жүр dedi. Az-azdan жеп. Operatsiyada ansat zatamaz, o aytuga ansat. Ава, айтуға аңсат ава. Былайынша аңсат tuyuladi. Ansat emas o. Өзінен өткенін өзі біледі адам. To'g'ri. Qiynalasan. Başkanımız atınız yeterli mi ahir? Ава болады, шүкір. Pensiya alып tursunmu? Ава, алдым ава пенсия. Türeği çıkan pul pensiya ekan mı? Пенсия екен, қалай күні не пенсия деп, қалай күні түсіріп берді ғой. O qalabimga qaramay ahir o. Солай ма? Ya qalabimga niye qaramay? Сізге тастап отпына қуанып біреу саған Менен үндемедім. пенсия екен деп. 900 ming tushgan mı? 25 mi? Ава 925 түскен ғой. Onu 5 ming'in ne bu onu? Ава. Prosentini qo'shatdi. Ава. Біреу саған шығар деп сізге тастап едім ғой. Пенсия дегеннен кейін. Sizga tushgan tushmani men ne demam, nömeringiz bor bu karta? Ұмытып қала беремін мен оны, айыра алмаймын да. Деген зат сізге тастаймын. Көрсін деп. Shunday kartalarımıza mana hurmatli aziz, hurmatli kuzatuvchilar, Turan Bobosi kanali kuzatuvchilari. Mana men bugun keldim, mana Navbat qismimizni ko'p vaqtdan beri ko'rmay edik. Mana shu kartalarga pul tushdimi, qanday o'zgarishlar bor, shular sabab. Shularni bileyim. Hem o'zimning ham bir ishim bor edi bugun. Bo'lmasa ertaga kelishim kerak edi. Men kadastrga boramizmi dedim u. Ben bugün kelib endi qaytib o'tirmanda, sizdan ko'ring deb kelganim edi. Shu mana o'zingiz ko'rganingizdek, mana shu kecha Caspiy Gold kartamizga shu Murat Musayevning kartasi Caspiy Gold 5000 tanga tushgan ekan. Kecha shu Pirza qizimning kartasini tashlabdilar. 11 dollarning sent-ku. Ava 11 Shu dollar tushgan. narsa edi. Shu kartaga pul solganlarning hammasiga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qanday niyat bilan shu pul solgan bo'lsangiz, Allohdan qabul bo'lsin deymiz. Rahmat hammangizga. O'z kartamizga pul tushmaydi dedingiz. O'z kartamizga mana shu kungacha pul tushmabdi. Bugun tushgandan keyin 20-sida pul tushdi, esimdan chiqib ketdi ishqilib. Kecha Caspiy Gold kartamizga pul soldim dedimi? Ava saldım dedi, azat saldım. Azatmi? Qancha solibdi? So'ramadim o. Isladim dedi. Endi uni bilmaydi, ne biladi aytganda buni.
Murat biladi. Murat'ın o'zi menga tashlab beradi u. Aytaman. Shunday, Alloh rozi bo'lsin. Kim salgan bo'lsa, shu Ozodboy degan yigitimizga rahmat aytamiz. Bola chaqasini Alloh sog' salomat bo'lsin, omon bo'lsin. Shularni omad tilayman shu Ozodboy yigitimizga. Shunday, endi boshqa nima deymiz endi? Ha, bizlarning niyatimiz shu, bizlarning umidimiz shu Navbat qizimizga, shu Feruza qizimizga joy olib berish niyatida yuribmiz. Sizlar bilan birgalikda faqat shu sababli mana bu Hayit bayramim yana bir marta tabriklamayman. Mavzu Hayit bayrami bilan chin ko'nglimdan endi Hayit bayramlarida hammamizni sog' salomat yetkazaversin. Musofirda yurgan yigit-qizlarimizga hammasiga rahmat aytaman. Sababi shunda qo'llab-quvvatlab shu kungacha pul jinolyaptir. Pullar turibdi shu bilan Navbat qizimizda. Agar shu planga yetsa, plan olib xudo xolasa shu xalq joy qurib beramiz, yordam beramiz degan bo'lsa joyni boshlaymiz. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab shu qo'limizdan kelgancha imkoniyati bor insonlar 5,000 so'mdan bo'lsa-da, 10,000 so'mdan bo'lsa-da, 100 tanga, 200 tangadan bo'lsa-da Rossiyada yurgan, shu musofirda yurgan yigit-qizlarimizdan shu 50 rubl, 100 rubldan bo'lsa-da shu pul solib tursalar, xudo xolasa ularni bir uy-joyli qilamiz degan niyatdamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, layklarni bosib, kommentarlarni yozib, qo'limizdan kelgancha shu kartalarga befarq bo'lmasdan yordam etib turinglar degan niyatdamiz. Sog' bo'lin, salomat bo'linglar. Qani endi o'zlaringizda qanday ne bor, fikrlaringiz bor, xalqlar bilan salomlashib unda aytib bering. Assalomu alaykum. Hurmatli xalqim. Shaxsiman shukurman. Turgan ko'rinib, hozir shukurman. Rahmat baringizga duo qilganingiz uchun. Ostda yurgan og'aylar aqcha solgan uchun rahmat. 1,000 bo'lib qaytsin. Semyasida to'y bo'lsin. Hayit bayramlaringiz bilan baringizda semyangizda baxt, sog'lik, nasiba tilayman. Qo'llab-quvvatlab turing. Aytıyorsa endigi yilga qaramay bir uyli bo'laman ba deb niyatlab o'tiribman. Sizlarning orqangizda azob bo'lsa-da ko'mak berib bering, iltimos sizlardan. O'zim sog'lig'imdan bu qizimiz hech qolmay o'tiribdi. Endi qo'shib talab ko'ramiz endi. Xudo xolasa shumish chiqib turibdi bir yerdan. O'zingiz aytaverib. Men aylanib uxlab qolaveraman. Sog'lig'im bo'lmay turibdi hozircha. Qizimni sirtqa jibira olmayman hozir. Kun ko'rsin. Qiyinroq bo'libdir. Ikkiga qo'lga mengsa so'zib uyli bo'lib ketsam deyman. Qozog'istonda yurgan жұмыста жүрген qizlarga, bolalarga hammangizga behim sog'lik tilayman. Ауырмағайсыз. Жұмысларыңызда табыс тілеймін. Арқылар ойнап күліп, жиған тергелеріңіз тойларға бұйырып, бала шағаңыздың алдында аман болғайсыз. Не деймін? Хайт байрамларыңыз бәріңізге байрам болып, байрамнан байрамға жетісе бергейсіз. Рахмет бәріңізге, рахмет көп-көп. Bo'ladi unda. Feruza sizdan bir nelarni salomlashib qo'ying unda. Assalomu alaykum saxiy xalqim. Rahmat so'qqa din qarasdingiz. Shukur mom tavr. Oldinda amon sog' aytyor. Baxtima sog' bo'lg'ay. Atamada rahmat bizlar uchun shug'ul yurtdi. Umr uzoq bo'lg'ay, oldimizda amon bo'lg'ay. Rahmat hammangizga so'qqa din qarasdingiz. Rahmat ko'p-ko'p. Mana hurmatli Turon Bobasi kanalining kuzatuvchilari, mana gap so'zlarni eshitdingizlar. Endi men ham o'zim bir fikrlanib o'tiribman. Endi o'zimni fikrimni aytayin. Endi mana kartalarimiz ham to'xtab qoldi. Mana shu hayitda birozgina, Qurbon hayitda birozgina pul bo'larmikan deb bir umid etdik. Mana kartalar ham qo'zg'almay qoldi. Endi bilmadim, endi buyog'ina xudo xolasa
qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Buni proyektni to'xtatamizmi degan fikr paydo bo'ldi. Sababi 7-8 oy bo'lib ketdi buni boshlaganimizga. Yili mana shu yer planga yetkazib tushmayotir. Endi bu hech minnat etish emas tag'in. Rahmat hammangizga, shu Alloh rozi bo'lsin hammangizdan, mana qo'lingizdan kelsa yordam qildingizlar. Biroq endi bilmadim, bu yog'ini bo'ladimi, bo'lmaymi, to'xtatsammi degan ham bir fikr paydo bo'lib o'tiribdi. Endi sizlar bilasizlar, agar to'xtating desangizlar to'xtataman, tushgan pullarni o'zimda bilan qoldiramiz. Bizlar ne qilsa qilar, boshqa ilojim yo'q. Men ham kelib ketyapman, olsa bo'lmayotir. Endi o'zlaringizni fikr izohlaringizni qoldiringlar shu kommentarlarda. Ne qilayman men? Yana sabr qilyapman ya. Bu yoqni qo'llab-quvvatlab bir kundan bo'lsa joy olib beramizmi yo qurib beramizmi degan niyatda ne qildim, o'zim mazamam qochib olib qolaveradigan bo'latirman. Endi bilmayman, shu Alloh buyursa sab beramiz, ya bir joy olib beramiz deb shu bir yo'lga chiqdik. Endi bilmadim, hayron bo'lib o'tiribman-da. Men shuning uchun ne o'ylarimdan bilmay qoldim sizlarga. Biroq shu meni qo'llab-quvvatlab, shu kungacha yordam etgan insonlarning hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Musofalarda yurgan, buni Qoraqalpog'iston, O'zbekistonda ko'p insonlar yordam qildi. Ozdan bo'lsa-da meni ko'plam aytuvga ansat, lekin jinolash ansat olmadi. Biroz pul bo'ldi, biroq tunuga hisoblaganda 13 million chemidi. Endi hozir ham barini hisoblasak bir 15 millionga borib qolgan chiqar. 15 milliondek pul jinolib turibdi o'zlarimizda. Endi u bilan o'zingiz bilasizlar, yer planga da yetmayotir-da. Agar auksionga ne qilsa, endi bo'lib bersa bo'ladi deyotir, 20 millionni o'tar agar auksion o'ynasa, shunday emasmi? Shu amallab bir yer planini olsak, bir boshlashtirsak, bir odamlar qo'llab-quvvatlamasmikan degani umid etib turibman. Aslida shu yer plan masalasi chata qolib turibdi-da. Yer plan yo'q, endi yo'q joyga ko'rinmay turganiga odamlar ham net turibdi endi, shunday emasmi? Agar boshlayversangiz deydi, odamlar yordam qiladi, kim og'ochga berar, kimdir bir xalta sement berar. Shu yerda boshlanmasmikan deb odamlar ham kommentariyada o'zimda telefon qilyaptir, biroq yer plan masalasi chata qolib turibdi, qiyin. Endi mana joylarni o'zlaringiz ko'rdingizlar, sizlar bilan birgalikda ko'rsatdim 1-2 joyda. Boyagida 30 millionga u отказ berdi. Kecha u Taqatashga borib o'zim ko'rsatdim bir joyda 47 millionga beraman dedim, chet. Bu chet deganda ham qimmat, 47 millionga biz yetmaydi. 15 millionmi 20 millionga qarzatda beraman degan yeri bor, biroq boyagida Qoralpadami u yerda gaz yo'q ekan. Biroq gaz bo'limi bilan odamlar o'xshadi ekan. Endi bu o'zingiz bilasizlar, yozda bo'ladi, biroq qishda ular o'tin ushatib, qiyin böyle erkak odam bo'lgandan keyin ovulda o'tin terib, o'tin yog'ish kerak-da bu yerda, bo'lmasa joy qizmaydi. Shu sababi o'zlarimiz shu bilib o'tiribman, ko'mir olamiz, o'tin ushatamiz, endi o'zlarimiz erkak odamlar, boshqasi bor, bu kishilarga qiyin bo'ladi. Shu sababli buni Nukusdan, shu gaz bor yerdan, Nukusdan bo'lsa-da boshqa yerdan bo'lsa, shu tabiiy gaz bor yerdan bir olib beraversa, xudo xohlasa joyida yer solib qurib degan umidda shu sizlarga yana bugun video qilyapman. Bilmadim, endi shu Allohga tavakkal qilib o'tiribmiz, sabr qilib, xudo xohlasa bir g'oyibidan bermasmikan, va shunday bir yaxsan qiladigan bir odam chiqib qolmasmikan, bir inson deb kutib o'tiribmiz. Va shuning uchun sizlardan iltimosim shu layklarni bosib, kommentarlarni yozib, yaxshi-yaxshigina layk bosgan ham shu yaxsan qilgan bilan baravar. Sababi ko'p insonlarga yetib boradi-da bizning videolarimiz. Ko'p odam ko'rmaydi bizlarda. Odamlar aytyotir, 23 ming podpisчигimiz bor, undan joy sololmaysiz deb. To'g'ri aytyotir. 23 ming podpisчик bo'lgan bilan 23 ming podpisчикning hammasi bizni qo'llab-quvvatlamaydi. Ko'plarning imkoniyati, sharoiti yo'q. Imkoniyati bor, sharoiti bor. Insonlar bilan qo'llab-quvvatlab shu 15 millionga yaqin pul jinoaldi. Buni hammangizga rahmat. Minnatdorchiligimdan o'zim bildiraman sizlarga. Ansat emas. Hozir biriga 1 ming so'm berishim ansat emas. Hozir zamon shunday bo'lib ketdi-da. Shuning uchun xullas shu buyog'ini qo'llab-quvvatlab, shu bir qo'lingizdan kelgancha imkoniyati bor insonlar hammaga majbur emas, sababi hammaga ansat emas.
Shuning uchun men ham bir dim bo'lmasa bir 2 istinonning pulini bir kartasini tashing, bir 10 ming so'm deb tashlasak biz ko'pchilikmiz, masalan 1000 odam shuni tashlasa ko'p pul bo'ladi. Hatto bu yer planga yetib qolsa, o'sha oynag'ini sizlar bilan birgalikda ko'raveramiz, xudo xolasa. Endi shu aylantirib kelganda shu aytaversak shunday, shu joy masalasida mana qattiq qiynalyapti o'zi. Ko'p insonlar so'rayapti, bu o'zlari ishlasa bo'ladi-ku. Bu yoq nagaran. Ichki kasallikdan nagaran 3 marta operatsiya bo'lgan, ikkinchi guruh nagaran bo'lib qoldi, ishlolmaydi, 6 oygacha kutinish kerak deyapti, dieta saqlab qilish kerak. Bu ishlayman desa, bu da bir kishiga qarash kerak, bu qizni. Avval ishlayverdi, o'zining yeyajak ishini topib, kvartira pulini to'lab o'tirdi. Endi mana hozir kvartirasi bilan o'zlarining yeb ichishine ketadi-da, endi hozir pensiyaning o'zi shunday emasmi? Hozir hamma zot qimmat, o'zingiz bilasizlar. Shu sababli sizlardan shu qattiq iltimos qilib qolaman. Mana o'zlari ham kunda yelayman deyapti, boshqa deyapti. Endi yelagandan foyda yo'q. Endi xalqimiz bir shu ko'nglini kuyib qo'ygan, shu men ham bir ehson qiling shu oilaga. Haqiqiy bir ehsonning joyi yana shu. Agar bilsangizlarda mana 2019-yildan beri başta 6 yil oldu kvartirada yurib, shu kvartira sarson bo'lib yuribdi. Endi har kim har turli o'zi fikrini aytib yozayotir. Birov anday deydi, birov bunday deydi. Endi yozavering, lekin har kim o'zining fikrini yozaversin. Biz uni o'chirmaymiz ham, tinglab, analiz qilib o'tiribmiz. Shu sababli xullas bizlarning aytacağımız qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana endi yozdan mana 2025-yildan 6 ay o'tib qo'ydir. Endi yana 6 ay yozimiz qoldi. Yilımizdan 6 ay qoldi. Shu bir yilning hisobini xudo xolasa bir ularni joyli qiling sizlar bilan, sizlardan iltimos. Endi men to'xtatib ham ketaversam bo'ladi, biroq bu kishilarni men tashlab ketgim kelmayapti. Sizlar ham ko'p odamlar ham aytayottir, tashlab ketmang, sabr qiling, xudo xolasa joy olib beramiz, yo qurib beramiz deb ko'p odamlar yozyapti. Rahmat hammangizga. Shunday fikr bildirganlaringizga. Shu duo qilib o'tiringlar. Agar shu yordam qilolmasanglar, shu layklarni bosib, shu yaxshi duolarni qilib, duoni ham nesi katta, shu duolarimiz ijobat bo'ladi, xudo xolasa. Shunday sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu endigi yillarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Hammangizga katta rahmat, sog' bo'linglar. Ko'zlaringda quvonch ko'rmadim, dildog'ingga ovunch bo'lmadim. Kechir bir bor holing so'rmadim, dardlari toq mazluma ayol. Ko'zlaringda quvonch ko'rmadim, dildog'ingga ovunch bo'lmadim. Kechir bir bor holing so'rmadim, dardlari toq mazluma ayol. Ayol, dardlari toq mazluma ayol. Yig'layapsan, daryo bo'ldi yosh, senga faqat tun bo'lar sirdosh. Bardoshingni kuydirar quyosh, ko'ngli yarim mazluma ayol. Yig'layapsan, daryo bo'ldi yosh,
faqat tun bo'lar sirdosh, bardoshingni kuydirar quyosh, ko'ngli yarim mazluma ayol, 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 ko'ngli yarim mazluma ayol. Tuhmatlardan dilpora yursang, mudom aybsiz aybdor tursang, qani endi bir bora kulsang, ko'ngli yarim mazluma ayol, ko'ngli yarim mazluma ayol, ayol, dardlari top mazluma ayol, olimaysan hayotdan sira, mard ayolsan o'zgadan ko'ra, yaratganga shukr aytib, sabrligim mazluma ayol, 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 dardlari top mazluma ayol.